Assalomu alaykum. Men Navoiy shahridagi Prezident maktabining 11-sinf o'quvchisi Ne'matova Azizaman. Prezident maktabi o'zining barcha o'quvchilari singari menga ham xalqaro darajadagi bir qator imkoniyatlarga yo'l ochdi. Xalqaro va mahalliy o'qituvchilarimning bergan ta'limi va qo'llab-quvvatlashlari natijasida barcha sohalar orasidan texnologiyani tanladim. Dasturchi sifatida malaka oshirdim. Tech Girls 2023-yil finalisti bo'lgan maktabdoshim Niyazova Shahzodadan ilhomlanib, men ham bu dasturga topshirishga qaror qildim. 2024-yilda esa Tech Girls loyihasi doirasida Virginia Tech universitetida guruhdoshlarim bilan kosmoekologik roboqo'l yasadik. Prezident maktabida tahsil olayotganim sababli ilmiy jihatdan ham, chet tili masalasida ham 30 dan ortiq davlatning 100 dan ziyod qizlari orasida hech qanday qiyinchiliklarga uchramadim. Oxford, Garvard va Pensilvaniyadan bo'lgan mentorlarim yordamida kvant kriptografiyasi sohasida ham 3 oylik ilmiy ish olib bordim. Keyinchalik bosh qarorgohi Fransiyada bo'lgan Women in Tech tashkiloti tomonidan Kavkaz va O'rta Osiyoning 10 ta davlati orasidan intiluvchan yosh nominatsiyasi bilan mukofotlandim va ushbu mukofotni olgan birinchi O'rta Osiyolik o'zbek qizi bo'ldim. Ushbu natijalarga erishishda ko'maklashgan ota-onam va ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu bilan birgalikda biz yoshlarni o'qib, o'rganib, o'z ustimizda ishlashimiz uchun barcha sharoitlarni yaratib bergan yurtboshimizning ishonchlarini oqlashga harakat qilamiz.